Assalomu alaykum. Men Keldiyorov Bahodir Baxtiyorovich, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida joylashgan Proton o'quv markazining asoschisi va shu yerda ximiya, biologiya fanlaridan rus tilida dars olib boraman. Bu videoda ota-onalar va o'quvchilar tomonidan ko'p beriladigan savollarga javob berishga harakat qilaman. Поступить в медвуз без сильной подготовки. Bu xuddi lotereyadan yutishga o'xshaydi-da. Tibbiyot oliygohlarida hozirgi vaqtda aynan biz sinflarni rus tilida ta'lim olgan o'quvchilarni tayyorlashimizni hisobga olsak, avvallari to'g'ri Yevro gruppani ballari past bo'lardi. Uni hozirgi davrga kelib rus gruppani o'qishga kirish balli o'zbek gruppaniki bilan deyarli bir xil, hech qanaqa farqi yo'q. Endi kuchli tayyorlanmasdan turib o'qishga kirish, aytganimizdek, xuddi lotereyada o'qishga kirishdek. Bu tibbiyot unaqa narsani talab qilmaydi. Xo'sh, nima kerak? Дисциплина или ум? Дисциплина, если ум, скажем, если ум открывает дверь, то дисциплина доходит до этой двери. Albatta disiplina kerak. Disiplina bo'lmasa, o'quvchini hech qanaqa ta'lim olishi ham, o'zlashtirgan bilimini takrorlashi, uni o'qituvchi kontrolisiz hozirgi yoshlarda umuman bir mas'uliyat degan narsa bo'lmaydi. Qachonki o'qituvchi talab qilsa, o'sha narsani o'qituvchi so'rasa, undan keyin o'sha o'qituvchim aytgan, ming qiziqsa ham, ming o'sha o'qishga qiziqsa ham, baribir o'sha o'qituvchi bergan домашнее заданияni bajarishda mas'uliyati turishi kerak o'quvchida. Когда уже поздно начинать подготовку. Endi bu ko'p faktorlarga bog'liq, masalan, ko'p faktor. Endi aynan bizni o'sha rus gruppalarga tayyorlanishni hisobga oladigan bo'lsak, masalan, o'zbek gruppalarga, natsional gruppalarga aytish mumkin, 1 yilga tayyorlab beramiz yoki 1,5 yil yoki 2 yilga deb aytish mumkin, lekin to'g'ri ular shunaqa deb aytishadi, sababi ularning tili ona tili o'zbek tili. O'qiydigan kitobi ham o'zbekchada yozilgan, o'zbekchani tilida u o'sha kitob bilan bir xil tushadi, lekin rus tilida u boshqada. Rus tilida ko'chada gapiradigan razgovorniy tili boshqa til, kitob o'qiganda unda yozilgan narsalar umuman boshqa. Masalan, Yevro gruppaga rus gruppalarga tayyorlanishda o'quvchilar har xil bo'ladi. Ba'zi o'quvchilar bo'ladi maktabda yaxshi baza olgan, yaxshi tayyorlangan. Maktabda o'zida, masalan, aynan ximiya, biologiyani o'qish shart emas. Boshqa fanlarni, umuman matematika, fizika, rus tilini o'zini aynan yaxshi o'qigan bo'ladi o'quvchilar. Ozroq bo'lsa ham o'sha maktabdagi fanlarini yaxshi o'zlashtirgan o'quvchilar tayyorlansa, men aytishim mumkin, 1 yilgaki bu sertifikat olish yoki o'qishga kirish tibbiyot institutiga. Endi hozirgi davrda balli ko'tarilib ketgan hisobga olsak, 1 yilda buni iloji yo'q. Hech bo'lmasa o'sha aynan bazasi yaxshi bo'lib, maktabda o'qigan, aynan ximiya, biologiya bazasi emas, maktabdagi fanlarni yaxshi o'qib kelgan o'quvchilar 2 yilda yaxshi natija ko'rsata oladi. Endi bu ota-onani niyatiga ham bog'liqda. Masalan, ko'pchilik ota-onalar shu tilni ahamiyatini bilishadi va shu farzandim bitta bo'lsa ham qo'shimcha tilni bilsin deb o'zbek oila, o'zbek xonadon farzandlari o'zlarining farzandlarini rus sinflariga qo'yishadi. Endi именно men Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrini sharoitidan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, ota-ona niyatini farzandim rus tilini o'rgansin deb qo'yadi. Va bolasi 8, 9-sinf, 10-sinfga borganda ular niyatiga erishadi. Ular o'sha sinfdoshlari bilan gaplashib, rus tili razgovornisini yaxshi qilib oladi va ota-ona niyatiga yetadi. Lekin kitob o'qishni bilmaydi. Ota-ona keladi, farzandini olib keladi, farzandim rus sinfga o'qiydi, yaxshi biladi rus tilini deydi, lekin o'qitib ko'rgan vaqtimizda bola na o'zbekchani biladi, biron bir, masalan, biologiyadan aytaylik, masalan, biologik termin ajriq nima desa bilmaydi, chunki u o'zbekchada. Svennoy palchati desa ham bilmaydi, u ruschada. Na unaqasini biladi, na bunaqasini biladi. Maktabga doim rus tilida o'qib yurgan, o'sha o'zbekcha kitobga qaramagan va rus tilini ham o'sha ilmiy terminlarni bilmaydi. Na uni biladi, na buni biladi. Mana bunaqa o'quvchilar bilan 2 yilga shug'ullanib maqsadga erishib bo'lmaydi. Bular uchun ko'proq shug'ullanish kerak. 3 yil yoki 4 yil tayyorlanish kerak. Ular shu boshga kelganda har bitta kitobdagi har bir qatorni tushuntirib berish kerak. Ana undan keyin bir qanaqadir bir tushunchaga ega bo'ladi. Masalan, 10-sinf biologiya kitobi bor, murakkabroq yozilgan, masalan, evolyutsiya, populyatsiya degan temalar. Bularni har bir qatorini tushuntirib berishga to'g'ri keladi ba'zan. Mana bunaqa tezlik bilan, mana bunaqa aytamiz, cheripaxa tezligi bilan o'quvchilarni qisqa muddat ichida yuqori natijaga erishtirish aynan rus gruppalari uchun qiyin masala. Sababi, birinchidan ularning sababi ona tilisi, ya'ni родной язык, не русский язык, а узбекский язык. Ona tilisi, родной tili, ona tili
o'zbek tili bo'lganligi sababli, oilada hamma o'zbekcha gaplashganligi sababli, aynan bir kitobni o'qiganda biron bir jumlani yoki bir kitobni mazmuni miyaga yetib borish uchun miyada u aks qilish kerak, aks etish kerak shu o'qiydigan narsasi. Ko'pincha bu holat aks etmaydi va mana shu narsani kitobdagi rus tilida yozilgan, ilmiy yozilgan so'zlarni bolalarga yetkazib berish uchun o'qituvchilardan ancha mehnat talab qilinadi. Shuning uchun ular rezultatni o'zbek natsional gruppalar olayotgandek 1 yil yoki 2 yilga emas, 1 yil ko'proq, 3 yil yoki 4 yilga bu natijani chiqarishadi. Maktabdan bilimi yaxshi bo'lgan, maktabdan yaxshi o'qigan, o'sha ilmiy terminlar bilan yaxshi o'qigan o'quvchilar 1 yoki 2 yilga tezroq natijaga o'sha sertifikatlarni hammasini taxlab olib ko'rsatib beradi. Shunaqa o'quvchilarimiz bor, одаренный, o'sha maktabdan yaxshi o'qigan o'quvchilarimiz mana hozirda o'zidan sertifikatlarni taxlab qo'yishgan. Qolgan o'quvchilarimiz endi sekin-sekin tayyorlanishyapti. Почему многие ученики учат, но не набирают высокие баллы? Endi buni o'quvchilarni regularniy tayyorlanish bilan bog'liq deb bilaman. Eng muhimi uzoq vaqt tayyorlanish emas, sifatli tayyorlanish. Masalan, o'quvchilar yoki ota-onalar ta'sirida yoki o'zlari uxlamasdan turib o'qishadi. Miya o'zi o'chib bo'lgan, miya uxlashni xohlaydi, lekin o'quvchi uxlamasdan o'qiydi. Bunaqa o'qish bilan yaxshi natijaga erishish qiyin. Qachonki miya yaxshi dam olsa, o'shandagina o'qilgan informatsiya, ishlangan masalalarni yaxshi analiz qiladi va yaxshi o'zlashtiradi. Demak, birinchi sababi bu to'g'ri tayyorlanish. Keyingi sababi o'sha aytganimdek, berilgan zadaniyani shunday o'qish, o'quvchi dars vaqtida o'tiradi, tushuntirasiz doskaga, tushunganda bo'ldi, men tushundim deb o'ylaydi. Shunday eshikdan chiqqanda hamma narsa esdan chiqib ketadi. Xuddi illyuziyaga o'xshaydi. O'sha o'qilgan ustoz o'tgan darsda o'zlashtirish uchun mustaqil yana kitob o'qish, testlar ishlash orqali mustahkamlanadi. Sekinlik bilan rezultat paydo bo'ladi va bu o'sha yuqori ball olishga sabab bo'ladi. Asosiy sababi o'quvchilar dars qilish rejimini bilishmaydi. Uzoq dars qilsam yaxshi effekt olaman deyishadi. Bu xato fikr. Kamroq vaqt dars qilsa ham sifatli dars qilib yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Xo'p, qanday qilib bilsa bo'ladi? O'quvchi meditsinaga torta oladimi, yo'qmi? Ota-onalar ko'pincha farzandini olib keladi. Ba'zi ota-onalar majburlab olib keladi. Sani bobong medik, sani tog'ang medik, amaking medik, dadang medik, oying medik, sen ham medik bo'lishing kerak deb olib keladi, lekin bola umuman qiziqmaydi meditsinaga. Bunaqa bolani o'qitib natija ko'rsatish, o'qishga ham kirishi mumkindir, majburlab o'qib, lekin u kelajakda albatta tibbiyot xodimi bo'la olmaydi. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladiki, ota-ona masalan 7-8-sinfda bola hali kasb tanlashga ikkilanib yurgan vaqtida yoki medik bo'laman, yurist bo'laman yoki o'qituvchi bo'laman, injener bo'laman deb hali u kasbdan, hali bu kasbga u подростковый возрастda bo'ladi. O'tib yurgan vaqtda aynan ota-ona o'sha sen medik bo'lasan deb yo'naltirsa, u o'zi qiziqmaydi meditsinaga. Shunaqa holatlar ham bo'ladi 7-8-sinflarda. Kelganda dars o'tish jarayonida, darslarda bolada qiziqish paydo bo'ladi. Shu qiziqish uni o'sha tibbiyotga bo'lgan qiziqishiga sabab bo'ladi. Lekin farzand o'zi kasb tanlab bo'ldi, u rostdan ham biologiya o'qishga yoki ximiyaga o'qishga umuman qiziqmaydigan farzandlarni tibbiyot yo'nalishiga tayyorlantirish bu xato hisoblanadi. Endi qanday qilib bilsa bo'ladi? Deylik, masalan 8-sinf bolani olib keldi, u tortib keta oladimi, yo'qmi? O'zi bir oylarning ichida, 2 hafta, bir oylarning ichida o'zi ma'lum bo'ladi. Agar bola o'sha avval ximiya, biologiya yo'nalishiga tayyorlanmagan, u hattoki bilmaydi hamki o'sha tibbiyot yo'nalishiga kimyo, biologiya fanlaridan imtihon topshirish kerakligini. Deylik, keldi o'sha kimyoga qiziqib qoldi yoki biologiyaga o'sha ustozlarning dars o'tish jarayonida qiziqib qoldi, tortib ketadi. O'quvchi qachonki qiziqsa o'qiydi. Bo'lmasam u o'qimaydi, o'sha o'zini qiziqqan narsasiga tortilib ketaveradi. Shuning uchun iloji boricha tayyorlanishni ertachiroqdan boshlash kerak. Endi 1 yil davomida noldan boshlab tayyorlanib rezultat ko'rsatib bo'ladimi? Bo'ladi. 1 yil davomida ham noldan tayyorlanib rezultat ko'rsatsa bo'ladi. Qaysi o'quvchilar uchun? O'sha maktabga fanlarni yaxshi o'qigan, umuman ilmga qiziqqan o'quvchilar uchun bo'ladi. Masalan, deylik, u yana takrorlayman, aynan ximiya, biologiyaga maxsus tayyorlanmagan bo'lishi mumkin, lekin u maktabdagi barcha fanlarni yaxshi o'qigan. Tarix, deylik, matematika, fizika, o'sha biologiyani ham qanaqadir bir ma'noda o'qigan, maktab o'rnida o'qigan, shu maktab darslarini vaqtida bajargan. Mana shu o'quvchilar baza bilan kelsa, maktab bazasi, aynan kimyo, biologiya bazasi emas, maktab bazasi bilan kelsa, o'zi o'qishga qiziqsa, tayyorlanib qanaqadir bir natija ko'rsatsa bo'ladi, lekin u yuqori natija ko'rsata olmaydi baribir, aynan rus tili yo'nalishida.
Keyin ko'pchilik ota-onalar savol beradi, bolasini 10-sinfda yoki 11-sinfga o'tgan zahoti olib keladi, ustoz natija qilib bera olasizmi 1 yilga deydi. Endi aytgandek o'sha bolani qobiliyatiga qarab turib aytamiz. Keyin ota-onalarga aytamanki, ilm olishda, tim bo'li tibbiyot yo'nalishida eng talab katta bo'lgan, konkurensiya yuqori bo'lgan yo'nalishda qisqa muddat ichida yuqori rezultat ko'rsatish bu qiyin narsa. Men aytaman, masalan, sapojnikka borsangiz, farzandingizni shogirdlikka qo'ysangiz, 1 oy, uzog'i 3 oyga sizga zo'r rezultat qilib beradi, zo'r sapojnik qilib beradi yoki motoristga olib borsangiz, 3 oyga, 4 oy, 5 oy yoki 6 oyga zo'r motorist qilib beradi. Sartaroshga olib borsangiz ham sartarosh ham shu 5 oy, 6 oy shogird bo'lib ishlasa, zo'r sartarosh qilib beradi. Bular mana bu kasblarni o'rgansangiz bo'ladi. Lekin aynan tibbiyot institutiga kirish uchun kimyo, biologiya, tim bo'li tibbiyot institutiga 5 ta fanni bir varakaga olib ketib, 1 yil ichiga tayyorlanib rezultat qilish bu qiyin narsa. Shunchadan men sapojnik emasman yoki motorist emasman yoki sartarosh emasman. Sizni farzandingizga umuman deyarli maktabga o'qimagan, hattoki rus tilini ham bilmaydigan, rus maktabga o'quvchilar o'qiydi 9 yil, 10 yil. Ruscha kitob, adabiyot o'qisa tushunmaydi. Bunaqa bolalarni 1 yil ichida hayotda tayyorlab bir yuqori natija ko'rsatish bo'lmagan narsa u. Asosiy xatosi o'quvchilarni tayyorlash vaqtida telefonlar, gadjetlar, Instagram, Telegram, YouTube asosiy chalg'itadigan narsasi shu. Bola dars tayyorlab o'tiradi, bir 10 minut yoki 15 minut dars tayyorlaydi yoki yarim soat dars tayyorlaydi-da, endi miyamni ozroq chalg'itay deydi, qo'liga telefonni oladi, Instagramga yoki Telegramga kiradi. Shu Instagramga kirib qolib, shortsga o'tirsa bo'ldi-da, reelsga. Shu turish ketdi. Bu yoqdan tayyorlangani yarim soat, Instagramga o'tirgani 1 soat bo'ladi. Ota-onalar bir narsani iltimos qilib qo'yardim. Shu o'quvchilar dars tayyorlayotgan vaqtida iloji boricha ularni yonidan o'sha telefonlarni olib qo'yishdi. Smartfon telefonlarni olib qo'yishdi, uydagi internet Wi-Fi'larni ham o'chirib qo'yishdi. Ular chalg'iyman dedi, yarim soat kitob o'qib, 5 minut yoki 10 minut chalg'ib olaman dedi. 10 minut chalg'ish bir eng kamida shu 1 soat bilan o'tadi. Endi 1 soat davomida miya dam oladimi desak, miya dam olmaydi. 1 soat davomida Instagramga o'tirganda korotka video ko'rib, reelslarni ko'rib, miyani battar charchatib tashlaydi. Undan keyin o'qish ham yoqmaydi. Dam olish qanaqa? Yarim soat o'qish, 10 minut dam olish. Dam olish qanaqa? Kitob o'qimasdan ko'chaga chiqish, sayr qilish yoki hovliga chiqish, bir uzoqdagi obyektlarga qarab o'tirish, mana bu ko'zga, miyaga dam berish mashq hisoblanadi. Ota-onaning eng katta xatosi bolani ustidan, birinchi eng katta xato ota-onaning xatosi qiziqmaydigan farzandi, umuman tibbiyot yo'nalishiga qiziqmaydigan farzandlarni tibbiyot yo'nalishiga o'qitish. Bu eng katta xato. Ikkinchi xato doim ustidan soatni belgilab berish. Masalan, 4 soat dars tayyorlaysan, 5 soat dars tayyorlaysan. Xo'p, sizni farzandingiz sizdan qo'rqib 4 soat, 5 soat dars tayyorlashi mumkin, lekin 4 soat, 5 soat ichidan necha soati yoki necha minuti unumli bo'ldi. Undan ko'ra o'sha dars tayyorlanishga yaxshi uxlab, uyquni yaxshi qilib, miyani dam oldirtirib, sifatli tayyorlangan 5 soatdan ko'ra sifatli 2 soat tayyorlangan, sifatli 1,5 soat, o'sha kачественный 1 soat tayyorlangan vaqt bola ko'proq bilim oladi, ko'proq natija ko'rsata oladi. Стоит ли заставлять ребенка учиться, если он не хочет? No, endi agar bola xohlamasa o'qishni, uni umuman majburlamaslik kerak. Uni majburlamaslik kerak. Agar sizda rostdan ham farzandingizni medik qildirmoqchi bo'lsangiz, unga tushuntirish kerak, qiziqtirish kerak. Masalan, tibbiyot xodimi bo'lib nimalarga erishsa bo'ladi. Masalan, tibbiyot xodimi bo'lganda bitta xonaga vrach bo'lgandan keyin bir yozga salqin, qishga issiqqina xonaga oq xalatga tozagina turgan holatda ishlash mumkinligini, qiynalmasdan ishlash mumkinligini, jamoada, mahallada, qarindoshlar orasida hurmatga ega bo'lishini bir shifokor bo'lish orqali, tushuntirish orqali, ya'ni o'sha shifokor kasblarini hozirgi yoshlarni hamma dardi, hozir endi zoomerlarimiz shunaqa bo'lib ketganki, ular qisqa vaqtda ko'p pul topishni xohlashadi. Aynan tibbiyot sizda o'sha ko'p pul topishingizni tibbiyot sizga berishi mumkin, lekin qisqa vaqtda emas. Tushuntirish kerak, shu bilim olgandan keyin, shifokor bo'lgandan keyin, endi shifokor bo'lish ham birdan o'sha institut tugatdim, ordinaturani, magistraturani tugatdim, mana zo'r pul topib maza qilib, yo'q, shifokor bo'lgan odam umrini oxirigacha kitob o'qiydi. Shifokor bo'lib ham kitob o'qiydi. Tibbiyotda ilmdan to'xtadimi, bo'ldi, u vrachlik safidan chiqib ketadi degan. Shu narsani bolaga tushuntirish. Masalan,
oddiy ishga ishlaganda 50-60 yoshga borib pensiyaga chiqqandan keyin uyga o'tirasan, lekin shifokor bo'lganingda pensiyaga chiqsang ham 70-80 yoshingga yoki 90 yoshingga seni uyingga doim kasal kelib turadi. Ularni sen ya'ni shifokor umrini oxirigacha ishlaydi, shifokor umrini oxirigacha kitob o'qiydi. Ya'ni tushuntirish, majburlash emas, o'sha tibbiyot kasbini, vrachlik kasbini qanaqa kasb ekanligini tushuntirish. Odatda aytishadi, ikkita kasb Allohdan, qolgan kasblar insonlardan deydi. Shifokorlik va ustozlik kasbi. Shifokorlik kasbini mana shunaqa toza kasb ekanligini, kelajakda farzandlari uchun yoki kelajagi uchun, aynan yashashi uchun yoki hayotda qanaqadir muvaffaqiyatga, obro'ga erishish uchun shifokorlik kasbi yaxshi kasb ekanligini, faqat bu yaxshi kasbga erishish uchun ancha-muncha mehnat qilish kerakligini tushuntirish orqali bolaga uni o'qishga, shifokor bo'lishga qiziqtirish mumkin. Yoki bunaqa misollar juda ham ko'p. Masalan, farzandingiz 7-chi yoki 8-chi, 9-sinf, hali aniq kasb tanlagani yo'q. O'sha uniforma magazinlaridan borib, xalat, keyin o'sha kalpachokini bo'yinga to'qadigan ruchka cho'ntakka qo'yadigan o'sha narsani olib borib turib, farzandingizga kiydirib ko'rsangiz, o'shani o'zi bolani bir nima desam ekan, shifokor bo'lishga bo'lgan qiziqishini uyg'otishda bitta qadamida, masalan, bitta oq xalat kiyish yoki kalpachok kiyish, qo'lga bir perchatka kiyish, oyog'iga baxillarni kiyish yoki aynan shu tibbiyot uniformasini kiyishni o'zi, kiyib oynaga qarash, o'zini shifokor sifatida ko'rish, o'zi bolaga bitta qiziqishni uyg'otadi. Shu yo'l orqali bolani tibbiyotga qiziqtirish kerak. Lekin agar unga ham qiziqish bo'lmasa, men umuman bu sohaga qiziqmayman, men fizik bo'laman yoki men injener bo'laman, men aytishnik bo'laman, men kasbim aniq, men umuman vrach bo'lishni xohlamayman desa, unda u bolani majburlamaslik kerak. Harakat qilish kerak. Masalan, siz chin dildan xohlaysiz farzandingizni shifokor bo'lishini. Shifokor bo'lsa, ertaga oilasiga ham, farzandlari, mahalla, qarindoshlari, umuman hammasiga foydasi tegadigan inson bo'ladi. Men aytgandek, o'sha ozroqina yo'llarni ishlatish orqali shifokorlikka, kasbiga bo'lgan mehrini farzandlarga oshirsa bo'ladi. Motivatsiyani bolalarga biz qanday qilib ushlab turamiz? Ota-ona tomonidan emas, motivatsiyani o'zimiz tomonidan, o'quv markazi tomonidan. Men o'quvchilarimga har doim aytaman, что katta maqsadlar kichik maqsadlarni amalga oshishi bilan boshlanadi. Tog'dan ham qor tushayotganda birinchi kichkina dumaloq bo'lib, sekin-sekin u o'ralib juda katta kuchga sabab bo'ladi. Ilm olishda ham motivatsiya mana shu deb o'ylayman. Ya'ni biz har hafta haftalik testlar o'tkazamiz. O'sha o'tkazilgan haftalik testlarda o'sha hafta davomida o'tilgan mavzulardan o'quvchilardan test olamiz. Katta gruppalarimizdan 5 blokli, kichik gruppalarimizdan 4 blokli testlar olamiz. O'quvchi o'zini yoniga maqsad qo'yish kerak. Masalan, men mana shu hafta natijamni, reytingimni ko'taraman. 20-o'ringaman, 15-o'ringa chiqishim kerak deb maqsad qo'yib, o'sha hafta davomida o'tilgan darslarni yaxshi o'qisa, tayyorlansa, o'zini uyga mustaqil tayyorlanib o'sha haftalik imtihonga tayyorlansa, haftalik imtihonda yaxshi natija ko'rsatadi. Keyin oylik imtihon. Haftalik imtihondan 4 ta hafta yaxshi natija ko'rsatgandan keyin oylik imtihonda ham natijasi yaxshi bo'ladi. Keyingi oyga ham xuddi shunaqa. Men o'quvchilarimga aytamanki, siz deyman o'qishga kirishga qiziqmang, tibbiyot institutiga talaba bo'lishga qiziqmang. Siz qiziqing, har haftalik bo'layotgan testlarda natijangizni yaxshi qilishga qiziqing. Mana shu sizning kichik muvaffaqiyatingiz, mana shu sizga motivatsiya. Deylik, 40-o'ringa turibsiz, o'shani maqsad qo'ying oldingizga. 10-o'ringa ko'tarilaman emas yoki 1-o'rinni olaman emas. Siz 40-o'ringa turibsiz. Siz maqsad qo'ying, 35 dan oldinga chiqaman deb maqsad qo'ying. Maqsadingizga erishasiz. Keyingi haftada yana kuchli tayyorlaning va yoningizga maqsad qo'yingki, men endi 30-o'ringa chiqaman. Maqsad mana shundan boshlanadi. Umuman unuting tibbiyotga institutga kirishga. Agar siz haftalik natijalaringizni, oylik natijalaringizni har doim yaxshi tomonga, yuqori natija bilan ko'rsatib boraversangiz, o'z-o'zidan siz institutga yuqori ball bilan o'qishga kira olasiz. Men buni o'quvchilarimga ko'p aytaman. O'zlari eshitsa, o'zlari ham bilishadi bu narsani. Endi shunday bo'lsa ham ba'zi o'quvchilarimizda shu narsa yo'q, qilmaydi, tayyorlanmaydi. Sababi o'ziga maqsad qo'yishni bilmaydi. Yoniga qo'yilgan maqsad. U katta maqsadni qo'yadi, men o'qishga kiraman degan maqsad. Yo'q, u o'qishga kirishga to'g'ri, u katta maqsad. U o'qishga kirish, bu katta maqsad uchun avval kichik maqsadlarni bajarish kerak. Ya'ni aynan shu kichik maqsadlardan o'quvchi motivatsiya olish kerak. Mana shu motivatsiyalar orqali albatta u katta natijaga erishadi. Endi ota-onalarimiz tomonidan ham o'sha ko'p roditlar bilan gaplashamiz. Ota-onalarimiz aytadi,
haftalik natijasini ko'rib bo'laman deydi. Ba'zi ota-onalarimiz aytadi, ko'rib bo'laman, aytaman, masalan, hozir 30-o'rindasan, agar 25 ga ko'tarilsang, 20-o'ringa ko'tarilsang, qanaqadir bir ota-ona tomonidan motivatsiya berilishi kerak. Ota-ona tomonidan poddershka, o'quv markazi tomonidan poddershka qilinish o'quvchini yaxshi natija olib chiqishiga biz ko'p guvoh bo'lganmiz va buni hozirgacha davom ettiryapmiz o'sha haftalik olinadigan testlar bilan. Xo'sh, kuchli o'quvchilar qanday qilib boshqalardan ajralib turadi? O'sha yuqorida aytganimizdek, kuchli o'quvchilar o'zi mustaqil tayyorlanishni biladi, o'zlari mustaqil kitob o'qishni biladi va kitobni qanday texnika bilan o'qishni bilishadi. Birinchisi, ikkinchisi, har qanaqa holatda dars qoldirishmaydi. Shunaqa holatlar bo'lgan, 11-sinf o'quvchilarimiz amakisini, o'g'lini to'yi uylanyapti, akasi bo'ladi, qarindosh akasi. O'shani to'yi uchun 11-sinf ayrim o'quvchilarimiz 3 kunlab dars qoldirganda, uni ota-onasi bilan gaplashganmiz, o'ziga ham tushuntirganmiz. Mana shu o'quvchi, shu oddiy o'quvchiga kiradi-da, bu kuchli o'quvchiga kirmaydi bu. Oddiy amakisini, o'g'li uylanayotganligi uchun xizmat qilaman deb 3 kun dars qoldirgan o'quvchi kuchli o'quvchiga kirmaydi. Shunday o'quvchilarni bilaman, shunday o'quvchilar o'qigan. Hattoki opasini, o'zini radnoy opasini to'yiga o'sha kechqurun soat 8 dan keyin darsdan chiqib, o'zini opasini to'yiga borgan o'quvchilarni bilaman-da. Mana bu o'quvchilar kuchli o'quvchilar. Shunday o'quvchilarni bilaman. Salif Akmal degan o'quvchim bor edi. Shu hayron qolardim shu o'quvchimga, shamollasa ham, bu shamollab turib, burnidan suv oqib, ko'zlari qizarib, pirqillab darsga o'tirardi-da shu o'quvchi. Umuman shuni bilmayman, sababsiz dars qoldirgan. Ana shu hozir Tashmida o'qiydi, grantga yuqori ball bilan o'qishga kirgan. Mana bular kuchli o'quvchilar-da, mana bular kuchli o'quvchilar. Oddiy o'quvchilar qanaqa o'quvchilar? Arzimagan tug'ilgan kun, arzimagan mana shunaqa to'ylar, ozroqgina bir burni oqsa, suv kelsa burnidan dars qoldiradigan o'quvchilar yoki masalan darsga o'tirib turib shunaqa o'quvchilar bor. Endi bo'ladi, har xil o'quvchi bor. Shunaqalar bo'lganki, darsga o'tirib, shu darsdan chiqib ketgan o'quvchilar bo'lgan. Nima desam yuragim qisildi degan. Qarang, 1,5 soat, 90 minut yoki 2 soat, 120 minut darsga o'tira olmaydi-da. Yurak qisilib ketaveradi. Bu birdan shakllangan narsa emas-da, bu yillar davomida shakllangan. O'sha maktabga o'qiganda shu 45 minutdan o'tira olmaganda darsga. Shu ko'chaga yursa, shu yuragi ochiladigan o'quvchilar. Mana bular oddiy o'quvchilar. Bulardan natija chiqishi men bilmadim. Bular o'ziga vaqt borligi, o'zini to'g'rilab olsa, o'qishga moslashib olsa, moslashda, bo'lmasam natija chiqish qiyin-da. Kuchli o'quvchilar ajrab turadigan, dars qoldirmaydi umuman. Darsga kechikib kelmaydi. Vaqtini regirovka qilib olgan, darsga qachon borish kerak, o'shanga qarab turib o'ydan chiqadi yoki maktabdan chiqib o'quv markaziga keladi. Kuchli o'quvchilarning kuchli tomonlari mana shular. A+. Bu qanday qilib o'quvchilar A+ yoki A daraja oladi sertifikatdan? Hammasi bir-biriga uzviy bog'liq. Albatta kuchli o'quvchilar oladi. Kuchli o'quvchilar o'sha dars qoldirmaydigan, har qanaqa bahonalar sabab qilib, to'y, tug'ilgan kun, ma'raka yoki boshqa narsani sabab qilib dars qoldirmaydigan o'quvchilar kuchli o'quvchilar va ular A+ oladigan o'quvchilar. Ular darsni yaxshi ko'radi. Ular tug'ilgan kunga yurishni, ular to'yga yurishni, o'sha Salif Akmalda aytardimda, sen kasal ham bo'lmaysan derdim-da. Hamma uni robot derdi, sen kasal ham bo'lmaysan, faqat darsga kelasan. Biron kun ishonasizmi, shu 1,5 yil tayyorlandim shu bola. Adashmasam, 2 yil tayyorlandimmi? Men bilmayman, biron kun shuni dars qoldirganimni eslolmayman. U dars qoldirmagan. Bunaqa o'quvchilar ko'p. Endi bitta misolda aytdim. Bunaqa o'quvchilarimiz ham juda ko'p. Mana shu yil ham shamollasa ham ko'zlari qizarib darsga o'tiradigan o'quvchilar bo'lardi. Maqsad dars qoldirmaslik. Chunki ximiya fani shunaqa fanki, bitta mavzuni o'tkazib yordingizmi, ikkinchi mavzuni tushunish qiyin bo'ladi. Ikkinchi mavzuni o'tkazib yordingizmi, uchinchini tushunish yana ham qiyin bo'ladi. Sababi ximiyadagi har bir mavzular xuddi zanjirga o'xshaydi. Bir-biriga shunday chiroyli bog'langanki, bitta zanjirni qo'yib yuborish sizda ximiya degan zanjir to'liq shakllanmasligiga sabab bo'ladi. Shunaqa, masalan, ba'zan hamma o'quvchi kira olmaydi. Bunaqa o'quv markazi yo'q. Respublikada yo'q bunaqa o'quv markaz. Что 100% tayyorlagan o'quvchisidan 100% hammasi o'qishga kirgan o'quvchi yo'q. Kira olmaydigan o'quvchilar bo'ladi. Bizda ham bor, boshqa o'quv markazlar hammada bor. Sabab nima? Sabab shu. Telefon, Instagram, gadjetlardan o'tmaslik, to'ylarni qoldirmaslik, tug'ilgan kunlarni qoldirmaslik, bayramlarni qoldirmaslik, sal shamol bo'lsa qulog'im qayrilib qoladi deb darsga kelmaslik sababli o'qishga kira olmaydi. O'qishga kirish uchun sabr kerak. Ilm zo'r narsa-da, ilm zo'r narsa. Uni ilmni olgan inson biladi. Ilm
insonni hurmatini orttiradigan, insonlar orasida jamiyatda obro'sini oshiradigan, yaxshi moliyaviy tomondan podдержка qiladigan narsa ilm bo'ladi. Lekin ilmni har kim ola olmaydi. Agar ilmni har kim olganda edi, ilm har kimga berilganda edi, dunyoda mardikorlar, qora ishchilar, уборщицаlar, sanitarkalar bo'lmasdi-da. Hamma vrach, hamma o'sha ustoz, o'qituvchi, hamma yurist, aytishnik, hamma ilmli tasavvur qiling. Ilm agar hammaga birdek berilganda edi. Ilm olish uchun sabr kerak. Kimda sabr bo'lsa, ilm sabrni xohlaydi. Bitta joyga o'tirib 1 soat, 2 soat bir joyga o'tirib qimirlamasdan dars tayyorlashdi, kitob o'qish, konspekt qilish, tablitsalar bilan shug'ullanish, testlar ishlash orqali, sabr orqali ilm beriladi-da. Xullas, ilmni olma deb tasavvur qilsak, uni ko'tarib yuradigan savati sabr. Ko'pchilik o'quvchilarimizga mana shu sabr yetishmaydi. Ya'ni bir joyga o'tirib dars qila olmaydi. Bitkillab ketaveradi, sakraveradi. O'yiga ham shu. O'tiradi, 10 minut o'qiydi, o'zicha dars qildim deydi-da, shartta o'rnidan turib, qo'ldagi telefonni olib divanga cho'zilaydi yoki turish yotib o'qiydi, yoki o'sha Instagramga 1 soat qolib ketadi. O'quvchilar, oddiy o'quvchilar yoki bularni o'quvchi ham deb qanchalik atash joiz bilmadim, oddiy o'quvchilar. Ya'ni aynan o'qishga kira olmaslik shu o'quvchilar orasida ko'p uchraydi. Necha soat tayyorlanish kerak bir kunda? Necha soat tayyorlanish muhim emas, qanday tayyorlanish muhim. 5 soat miya charchab, murgilab, uyqusirab tayyorlangandan ko'ra 1 soat, 1,5 soat sveje miya bilan tayyorlangan, 5 soatlik tayyorlangan o'rnini bosadi. Necha soat tayyorlanish emas, men aytardim, qanday tayyorlanish muhim. Ya'ni ne количественная подготовка, а качественная подготовка. Tayyorlanishni men o'qishga xohlayman. Men tibbiyot institutiga o'qishga kirishni xohlayman. Qo'ygan birinchi qadamim nima? Nimadan boshlashim kerak? Nimadan boshlash? O'sha o'quv markaziga kelishdan boshlash yoki ustozlarga borishdan boshlash. Ustozni yoniga borishdan boshlash o'sha birinchi qadam. O'sha ko'pchilik shu qadamni qila olmaydi, o'sha ustozni yoniga bora olmaydi. Shu qadamni qo'ygandan keyin keyingisi ikkinchi qadam, keyingisi uchinchi qadam, ustozdagi ilm siznikida. Xo'p, qanday qilib tez rezultat ko'rsa bo'ladi? Yuqorida aytib o'tib ketdim. Tez rezultat ko'rish uchun bu o'zi tez ilmda birdan rezultat ko'rish qiyin narsa. Sababi ilm xuddi bambuk daraxtiga o'xshaydi. Boshlanishida sekin-sekin o'sadi. Juda sekin o'sadi. Bilinmaydigan darajada sekin o'sadi. Oradan 5-6 yil o'tib, har yili 1 metrdan o'sadi yoki undan ham ko'proq o'sadi. Aynan ilmni shunga o'xshatishadi. Boshda o'quvchi ilm olishni boshlaydi, lekin rezultat ko'rmaydi. O'qiyveradi, rezultat ko'rmaydi. Yana o'qiydi, rezultat ko'rmaydi. Qiynaladi. Shuncha o'qiyapman, nega tushunmayapman? Yo'q, aslida u 0 ga qarab ketayotgani yo'q, u plusga qarab ketyapti. Qiynalayotgan vaqtda o'quvchilarimiz bilsinki, ular o'syapti. Ilm boshlanishida natija ko'rsatmaydi, u faqat olinadi. Shunday bir vaqt keladiki, o'zidagi natijani ko'rib o'zi hayron qoladi. Xuddi bir gubkaga o'xshaydi. Gubkaga suvni qo'yaverasiz. Quygan suvingiz ko'rinmaydi. Lekin shunday bir joy keladiki, nuqta keladiki, bir tomchi qo'ygan suvingiz gubkani har tomondan oqishda boshlaydi. Ilm ham xuddi shunaqa. Ko'proq endi bambuk daraxtining o'sishiga o'xshatishadi. Aynan mana shu vaqtda endi men o'ylayman, bu ilmning sinovi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni sinovi qanaqa sinovi? Sizni sabringizni sinaydigan sinovi. Aynan mana shu vaqt davomida sabr qila olsangiz, mana shu vaqt davomida sabr qilib yana o'qishda davom etsangiz, vaqt soat keladi, qaysidir bir nuqta keladi. Ana o'sha nuqtada sizning ilmingiz juda tezlik bilan o'sishni boshlaydi. Xullas, o'qish uchun, fokusni bir joyga qaratish uchun, diqqatni qaratish uchun ota-onalardan qiladigan birinchi iltimosim, bolalardan telefon gadjetlarni olib tashlang, kamaytiring. Ikkinchisi, o'quvchilarimizdagi sabr. Qancha ko'proq sabr qilib o'qishsa, ilm sabrli insonlarga beriladi. Har kimga ham berilavermaydi. O'sha hozirda bir ilmga ega bo'lmagan insonlar vaqtida sabrli bo'lmagan. Sabr qilib bitta joyga qimirlamasdan o'tirib dars qilgan o'quvchilarimiz albatta ilmda qanaqadir bir muvaffaqiyatga, yuqori ballar olishga erishadi.